Demişkin namrat kişiler, adetki kişiler bir kitap okuşka vakit ajratısını bulayılırdı. Kitap okuganımız neymi paydası dep jüriyevesimi bulayılırdı. Lekin baylar, karxançılar, puldarlar şunçukü pul iqtisadi turup yeni to'xtamay öğrenmese, kitap okumasa, danlıq lüksiyelerini anlamasa, her xil terbiyeleş dersli qatnışıp turmuş bulmaydı. İşqa degende çünkü namrat adet kişilerinin turmuş redim sürtüğü nait asta, rıqabet az. Xəttərmi az, ularning məsuliyyətimi az. Biroq eliq danlıq baylar, karxançılarning turmuş ritmi biz o'ylagandimi nəhayət tez, ularning rəqabətimi intayin kuchli, ötəydigan məsuliyyətimi cho'ng, xeyim xətrim cho'ng. Endi bu nemiga o'xshaydi desak, piyoda meni ko'cha saylis qilayotgan, bog' saylis qilayotganlarning ko'chadagi qatnash chirig'iga qatnash qoidasiga bir alayda rioya qilib diqqat qilishning qancha zaruriyati yo'q. Bu xolisida manadu, xolis to'xtaydi, xolis keyniganidi, xolis burildi. Buning bakcho'ng nemisi yo'q. Biroq cho'ng yo'lda mashina haydab ketayotganlarning surati bir qadar tez, ular qatnash chirig'iga, qatnash qoidasiga qattiq diqqat qilmasa bo'lmaydi. Yo'ldan piyodalar kesib o'tyotganda atrofida mashinalar menyotan hammasi diqqat nazarini birib turib meniş gerek. Çünkü bularning turmushi o'xshamaydi. Endi shu bayanqi baylarmi, shu karxanchilarmi, shu kishilarmi shunday birer kitoblarni o'qib, ham muallimlarning bir litseylarga, karxanchilarning faoliyatiga qatnashib, shuningda ma'lum bir manfaat deb qolgan, ma'lum bir narsa bular foyda qilib qolgan, ta'min etib qolgan. Shuning bilan bular davomli turda o'rganib, davamlı turdu kitap okup, davamlı turdu şundaq liseyalarga, karxanchilarning faoliyatiga aktiv qatnashib, o'zini kuchlantirishga va ahliga mablag' solgan. Shuning bilan davomli boyulalgan, iqtisodiy gullangan. Albatta mag'lub bo'lgan jarayonlarimiz bo'lgan. Mag'lub bo'lgandimi shu mag'lubiyatga qarta bir tajriba, savoq yo'lda bular. Endi bayog'ida kitap o'qiganning nima foydasi deganlar şu məğlubiyyətə mi erişənməydi bir ömürdə? Ular şu ertəgən çıxsa, kəşdi yazsa, tamaq yesə, qosaq doysa, boldu deyik. Undaqda siz qaysı türdə, keyinçə qaysı türgə kirginiz ba? Sizmi kitap oxuğanın neymi faydası deb oylamsınız?